Erkak bo'lib urologga borgancha erkakligimni saqlab qolib o'z-o'zini davolashni xohlaydigan erkaklar va davolashni olib boradigan erkaklar soni kam emas do'stlar. Ko'p holatlarda dorixonalarga borib, bo'lar-bo'lmas dorilarni qabul qilishlik kasallikni davolash o'rniga ayniqsa ko'plab holatlarda og'irlik holatlariga, ba'zi bir holatlarda muammoga ham olib kelishi mumkin. Yaqinda bo'lgan holatlardan bittasi yosh 30 ga ham hali kirmagan erkak jinsiy aloqani sifatini, uni vaqtini oshiraman deb yuqori miqdordagi ereksiyani kuchaytirib beradigan preparatlarni qabul qilib, priapizm holatligi, ya'ni ereksiya yo'qolmaslik, hattoki orgazmdan so'ng ham ereksiya ketmaslik holatiga olib kelib, 6 soat davomida uyda bo'lib, bu narsani yo'q qila olmagandan so'ng shifokor urologga ekstern holatda olib kelindi va afsuski jarrohlik amaliyoti bilan olib borilgan ba'zi bir jarayonlardan so'ng uni holatini saqlab qolishlik iloji bo'lmadi. Do'stlar, shu uchun har qanday kasallikni o'zini mutaxassisi davolagani yaxshiroq. O'z vaqtida davolanmasangiz, muammolar kattalashligi va muammolar undan-da kattaroq muammo olib kelishligi mumkin. Shu uchun agarda holatingiz turmasa yoki biron bir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz davolash o'rniga shifokor urolog oldiga boring, mas'uliyatni his qiling va muammoni hal qiling.